Qizlarjonlar, bugungi reelsim yuzlari dumaloqqina, shiringina, bo'g'irsoqqina kelalarimizga bag'ishlanadi. Bu qizimiz ham menga yuz tonimni chiroyli qilib, birinchi bo'lib ko'milib, yuzimni shaklini kichkina qilib bering deb aytdilar. Va ro'moldasiz xavotir olmang deb ishni boshladik. Yuzlarni yaxshilab tozaladik. Albatta, yuz tozalangandan keyin uvlajnitellar bilan yaxshilab uvlajnit qilishni boshladim. Qizlarjonlar, yuzni yaxshilab yumshatib olishimiz juda ham muhim, chunki ton zo'r so'raladi va bemalol yotadi. Yuzimizni yumshatib olgandan keyin men обязательно fiksator bilan qoshga forma beraman. Qizlarjonlar, fiksator bilan forma berayotganda qosh strukturasiga qarab turib beringlar, rangiga qarab turib, ana o'shanda chiroyli, nejniy chiqadi. Qosh fiksatorini qilar ekanman, tepaga kamon qilib ko'tarar ekanman deb bo'rivoy bo'lib qolmanglar. Iltimos, qoshga qarab turib, chiroyli qilib shakl beringlar, qovog'inglarga qarab turib. Achayt kulib qo'yishlarini. Aytgancha qizlarjonlar, yana bitta narsa, konsiler tanlayotganingizda обязательно tartay bilan foydalanishingiz shart emas, chunki tartay oppoq. Sizlar именно qovog'inglarning qismi rangiga qarab turib bitta ton pastroq konsiler tanlaylik. Shunda chiroyli, akkuratniy va qoshlaringlarning tuklari, kerak emas tuklarini yopish oson bo'ladi va chiroyli qilib shakl chiqarasizlar. Bu qizimizga tenlarni issiqroq rangda tanladim, chunki smugliroq qiz ekanlar, oppoq deb oppoq emas, smugliroq va tonlarni berishda bitta tondan, bitta tonalkadan foydalanganim yo'q. Обязательно ikki xil tonalkadan foydalanib, yotishi zo'r bo'lish kerak va ko'ryapsizlar, shunaqangi tiniq, chiroyli qilib sekin-sekin sponj bilan surdim. Ko'pchilik bitta sponjda ishlatasizmi deyshadi. Da qizlarjonlar, men sponjda ishlashni yaxshi ko'raman, lekin bitta sponjda ishlamayman. Qo'limga ahamiyat bermaysizlar. Har doimgidek chizib ishlayman. Qizlarjonlar, ro'molli qizlarga jiddiy korrektor bilan ishlamayman, suxoy korrektor bilan ishlayman. Chunki nejniy va grubiy chiqmaydi. Lavlarga kelsa, lavlarni iloji boricha ochroq rangda harakat qilinglar, chunki yanog'inglar bilan yuz osti qismi kattaroq bo'lgani uchun agarda lavinglarni to'qib qo'ysanglar, yana ham katta yavni ko'zga tashlanadi. Qaranglar, o'zi shunaqangi shiringina, nejniy bo'ldilar.